Sanmisan hali men ayolimga gap otadigan. O'rtoq, men ham uyga kira qolay. Bolalarimni, ayolimni sog'indim. O'rtoq, 5-10 minut yana gaplashib turaylik. Shu uyga kirgim kelmayapti-da. Nega? Tinchlikmi? Nima desam bo'larkan, o'rtoq? Shu ayolimning oldiga kirgim kelmay qolibdi-da. Ovqat hidi keladimi, yog' hidi keladimi, tushunmayman borib. Ayol kishi baribir qarab yursa bo'ladi-ku o'ziga. Amallab kunni kech qilaman-da, kech quraman deb kiraman uyga. O'rtoq, Gulda 3 ta farzanding bor. Bolalarga o'ralashgandan keyin osh ovqatini qiladi, kirini yuvadi, idish-tovog'ini yuvadi. Sal e'tiborliroq bo'l ayolingga, o'rtoq. Ko'ngli qolib ketgandan keyin bilmayman, harakat qilgisi ham kelmasagan odam. Men zo'r profilni bilaman. Atir zakaz qilasan, 1 zumda yetib keladi. Xo'p, yaxshi bo'lardi, o'rtoq. O'rtoq, hozir profiliga kirib nomer olamiz hozir. Mana o'rtoq, Darikka yozasan, 1 zumda olib kelib berishadi. Qara, Umika parfyum yozgan Instagramingga kirib. Menga qara, bu atir sepallarga kelin poshsha. Voy, xushbo'y hidli kelgandan keyin yonlaridan keta olmay qolasan. O'rtoq, mana uyda ayolim kutib qol. Joni omon bo'lsin. Ko'rishamiz. Rahmat, o'rtoq. Sog' bo'l. Xo'p. Sog' bo'l. Assalomu alaykum. Atir sizgamidi? Ha. Umika parfyum tanlaganingiz uchun rahmat. Meni zakazingiz. Pulini kartadan o'tkazib qo'ygan edim. Bo'ldi, sog' bo'ling. Rahmat. Xotinim bir xursand qiling.